Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Yazgırnaşlar anlavatqınыңlar Muhammed ibn Süleyman Maghribi'nin Cem'ul Fevaid min Cami'ül Usul ve Mecmu'uz Zavaid namlıq kitabının 9. tomu. Hazır okuduğumuz Tevbe, Apu ve Mağfiret Dileş bölümü. İmam Müslim'nin 2744. numaralı hadisida Haris ibn Süveyd mundaq deydi. Abdullah ibn Mas'ud kesel bolup kalgan edi. Men onu yoklap bardım. İkimiz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hakkında sohbetleştik. O mundaq dedi. Men Peygamber aleyhisselamның mundaq degenligini anlagan edim. Allah Taala mümin bendening tövbesinden nahayet be xursan boludu. Çölnün oturusida uxlap kalıp, yemek içmeki artılgan ulğunu yutturup koygan ve her qancha izlapme hiç bir yerden tapalmagan, andın öz-özüge kelgan joyimga qaytib baray. Shu yerda uxlab yetib o'lib qolaman degan va o'lish uchun beshini qo'yib uxlagan. Aradan ko'p o'tmay uyqusidan uyg'onib yemak ichmaki artilgan ulg'uning yana turg'unini ko'rgan kishi qanday xursand bo'lsa, Alloh taolo mo'min bandasining tavbasiga uningdan bakrak xursand bo'ladi. İmam Müslimning 2747 numaralı hadisida Anas raziyallohu anhu mushuning o'qishini rivoyat qilgan bo'lib, uning rivoyatida yana mundaq deyilgan. U odam ulg'uning nuqtasidan tutqunicha qattiq xushalliqdan: "Ey Alloh, sen mening qulim, men sening Rabbing bo'laman" deb soladi. Ya'ni u xushalliqidan xato so'zlab soladi. Tirmizining Hasan rivoyatida Saffan ibn Assal raziyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Mag'rib tarafda bir darvoza bor bo'lib, uning kengligini otliq kishi 40 yoki 70 yilda besib o'tadi. Alloh osmon bilan yerni yaratgan kunda shu darvozani yaratgan bo'lib, tavba uchun davomli ichib qo'yilgan. Quyosh uningdan chiqmoqcha u darvoza taqalmaydi. İmam Müslimning 2703 numaralı hadisida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Kim quyosh mag'ribdan chiqishdan burun tavba qilsa, Alloh uning tavbasini qabul qiladi. Tirmizining Hasan rivoyatida Ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Alloh bandasining tavbasini jini halqumiga yetib qolgan qadar qabul qiladi. İmam Müslimning 2759 numaralı hadisida Abu Musa radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Quyosh mag'ribdan chiqqan qadar Alloh taolo kunduzi gunoh qilganlarni mag'firat qilish uchun kechasi qo'lini ochadi, kechasi gunoh qilganlarni mag'firat qilish uchun kunduzi qo'lini ochadi. İmam Müslimning 2766 numaralı hadisida Abu Said Xudri radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Sizlardan burun o'tganlarning ichida 99 kishini o'ltirgan biri bor edi. U tövbe qilish uchun yer yuzidagi eng ilmli kishini so'rgan edi. Uningga rohibning oldiga berish tavsiya qilindi. U rohibning qishig'i berib, "Men 99 kishini o'ltirdim. Tövbega yo'l bormi?" deb so'rgan edi. Rohib, "Yo'q" dedi. Shuning bilan uni o'ltirib, sonini 100 ga yetkizdi. Ondan yer yuzidagi eng ilmli kishini so'rgan edi. Bir olim kishining yeniga berish tavsiya qilindi. Uning yeniga bordi va uningdan "Men 100 kishini o'ltirdim. Tavba yo'li bormi?" deb so'radi. U olim, "Ha, tavba yo'li bor. Hech kim buni to'sib qola olmaydi. Falon joyga borgin. U yerda insonlar Alloh ibodat qilyotidi. Sen ular bilan birga ibodat qilgin. Joyingga qaytmagin, chunki u yomon joydir" dedi. U kishi yo'lga otlandi. Yarim yo'lga kelganda uningga ajal keldi. Rahmat perishtisi bilan azob perishtisi uni tortishib qoldi. Rahmat perishtisi uning jini bizningki, chunki u tövbe qilib butun vujudi bilan Allohga yo'zlanyotdi desa, azob perishtisi uning jini bizningki, chunki u hech qanday yaxshi amal qilmadi dedi. Dal shu paytda odam qiyofasiga kirgan bir perishta keldi. Ikki perishta bu masalani ayirish uchun u perishtaning hukm chiqarib qo'yishini talab qildi. U perishta
Sizlar bu ikki shahar orasini o'lchanglar. Uning o'lgan yeri qaysi shaharga yaqin bo'lsa, bu odam uningga tegishlidir dedi. U ikki shaharning orasini o'lchab, u odamning bormoqchi bo'lgan shahariga bir g'arich yaqin yerda o'lganligi bilindi. Shuning bilan uning jinini rahmat farishtasi oldi. İmam Buxariyning 3470 numurliq rivoyatida mundaq deyilgan. Yo'lning o'ttiriga kelganda uning ajal keldi. Ko'ksi bilan ilgirlashga harakat qildi. Bu chaqda rahmat farishtasi bilan azob farishtasi tortishib qoldi. Alloh u ketayotgan shaharga yaqinlashqin, yana birga yiroqlashqin degandan keyin farishtalarga ikki shaharning oraliqini o'lchanglar dedi. U odamga ajal kelgan yer hijrat qilmoqchi bo'lgan shaharga bir g'arich yaqin chiqdi. Shu sababdan u mag'firat qilindi. İmam Müslimning 2766 numaralı hadisida mundaq deyilgan. Allah biriga yiroqlashqin, yana biriga yaqinlashqin dedi. Tirmizining Hasan rivoyatida Anas radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan. Odam avlodining hammasi xatolik o'tkazadi, ammo xatolik o'tkazuvchilarning eng yaxshisi tavba qilguvchilardir. İmam Müslimning 2749 numaralı hadisida Abu Hurayra radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan. Jinim ilkida bo'lgan Alloh bilan qasamki, agar sizlar gunoh qilmaganinglarda, Alloh sizlarni yo'q qilib, o'rninglarga boshqa bir qavmni keltirgan bo'ladi. Ular gunoh o'tkazib, ondan tavba qiladi. Alloh ularning gunohlarini mag'firat qiladi. İmam Müslimning 2758 numaralı hadisida Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan. Bir banda gunoh qildi va ey Rabbim, gunohimni mag'firat qilgin dedi. Alloh taolo, bandam gunoh qildi, gunohlarini mag'firat qilgan gunohdan biroq so'roq qiladigan bir Parvardigorning borligini bildi dedi. U banda keyin yana gunoh qilib, ey Parvardigorim, gunohimni mag'firat qilgin dedi. Alloh taolo, bandam gunoh qildi va gunohlarini mag'firat qilgan gunohdan so'roq qiladigan bir Parvardigorning borligini bildi dedi. U banda keyin yana bir gunoh qilib, ey Parvardigorim, gunohimni mag'firat qilgin dedi. Alloh taolo, bandam gunoh qildi va gunohlarini mag'firat qilgan gunohdan so'roq qiladigan bir Parvardigorning borligini bildi. Ey bandam, xohlagan ishingni qilgin, men sening gunohingni kechirdim dedi. Tirmizining sahih rivoyatida Anas radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan. Alloh taolo, ey odam avlodi, sen qachon menga duo qilsang va mendan bir narsani umid qilsang, sendan sodir bo'lgan gunohlarni afv qilaman, hech parvo qilmayman. Ey odam avlodi, gunohlaring osmonga taqashsimi, keyin mendan mag'firat talab qilsang, gunohingni kechiraman, hech parvo qilmayman. Ey odam avlodi, mening oldimga nihoyat ko'p gunoh qilgan, lekin menga hech nimani shirak qilmagan oldi kelsang, men senga bakmi ko'p mag'firat bilan kelaman dedi. Muslimning 2621 numaralı hadisida Jundub radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan. Bir kishi Allohning nomi bilan qasam qilamanki, Alloh palonchi odamni hargiz kechirmaydi degan edi. Alloh taolo, mening palonchini kechirmasligimga qasam ichgan kishi kim? Albatta men palonchining gunohini kechirdim va sening qilgan amalingni bekor qildim dedi. Abu Davudning sahih rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadiki, u Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning mundaq deganligini anglagan. Bani İsrail qavmida bir-birini qarindosh tutgan ikki kishi bor bo'lib, ularning biri gunohkor, yana biri nihoyat dindor edi. Dindor kishi qarindishini har doim gunoh qilayotgan holat uchratdi va uningga bu ishni qilmag'in deydi. Bir kuni uning yana gunoh qilganini ko'rib, bu ishni qilmag'in dedi. Qarindishi, meni Rabbim bilan yolg'iz qo'ygin va mening ishlarimga aralashmag'in, chunki sen menga kuzatchi qilib avatilmading dedi. Dindor, Allohning nomi bilan qasamki, Alloh seni mag'firat qilmaydi yoki Alloh seni jannatga kirgizmaydi dedi. Shu asnoda Alloh ularning ruhini qabz qildi. U ikkisi olimlarning Parvardigorining oldiga keltirildi. Alloh dindorga, sen mening nima qilishimni bilamding va yoki mening ilkimdagi kuching yetamdi?
mening ilkimnikiga kuching yetemdi dedi. Ondan günahkarga "Mang, rahmetim bilan jannat kirgin" dedi. Ondan dindarga burilib, "Buni jahannamga tashlanglar" dedi. Ebu Hurayra mundaq deydi. Allohning nomi bilan qasamki, dindar kishi shundoq bir so'zni qildiki, bu so'z bilan hem dunyosini hem oxiratini vayron qildi. İmam Buxariyning 3481-numərli hadisida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Günah qilishda haddidan oshgan bir kishi o'lish oldida bolalarga men o'lgandan keyin jasadimni ko'ydirib, ondan undaq ezib, kulimni shamolga so'rutinglar. Allohning nomi bilan qasamki, Alloh meni tirildirib qolsa, menga hech kim bermagan azobni beradi dedi. U o'lganida bolalar uning vasiyatini bajo keltirdi. Ammo Alloh yerga uning kulini yiqqin deb buyruq berdi. Yer buyruqni o'rinladi. Qarog'dak bo'lsa, u tik turadi. Alloh uningdan "Buni qilishingga nima sabab bo'ldi?" deb so'radi. U "Ey Parvardigorim, sendan qo'rqqanim uchun qildim" degan edi. Alloh uning gunohini mag'firat qildi. Imom Muslimning 2756-numərli rivoyatida mundaq deyilgan: Hayotida hech qanday yaxshilik qilmagan bir kishi oilasiga "Agar o'lsam, meni ko'ydiringlar. Ondan kulning yerimini quruqlikqa, yerimini dengizga so'rutinglar. Allohning nomi bilan qasamki, Alloh meni tirildirib qolsa, menga hech kimga bermagan azobni beradi" dedi. U kishi o'lganda, oilasi uning vasiyatini bajo keltirdi. Alloh zaminga amr qilgan edi, zamin uning kulini yig'di. Ondan dengizga amr qilgan edi, dengizmi uning kulini yig'di. Alloh uningdan "Nima uchun bunday qilding?" deb so'ragan edi. U "Ey Parvardigorim, sendan qo'rqqanim uchun qildim. Sen buni bilguchisan" dedi. Shuning bilan Alloh uni mag'firat qildi. İmam Buxariyning 3642-numərli hadisida İbn Abbas radhiyallohu anhuma mundaq deydi. Hur radhiyallohu anhu Uyaynaga Umar radhiyallohu anhuning yoniga kirishga ruxsat olib berdi. U Umar radhiyallohu anhuning yoniga kiribla: "Ey Ibn Xattob, xijil bo'lmamsan. Allohning nomi bilan qasamki, bizga ko'proq mol bermaganning ustiga oramizda odillik qilmayotsan" dedi. Umarning uning achchig'i keldi. Hatta etilmoqchi bo'lgan edi. U radhiyallohu anhu: "Ey mo'minlarning amiri, Alloh taolo payg'ambarga Qur'on Karimda afuni do'stlikqin, yaxshilikqa buyurg'in, nodonlar bilan tang bo'lmagan degan. Bu kishining, ya'ni Uyayning nodon ekanligini bilasan-ku" dedi. Allohning nomi bilan qasamki, Umar buni anglash bilan hech qanday ovoz chiqarmadi. Chunki u Allohning hukmini anglagan aman to'xtaydi. Allah hammamizning tavbasini qabul qilsin. Allah xolisa kelar qatimda fitna bölümünü o'qiymiz. Allah hammamizni fitnadan saqlasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.